qalbim bitiklaridan. Ba'zida bir insonga ko'ngil berib, unga borlig'imizni, mehr-muhabbatimizni beramiz u, lekin buning javobini u insondan ola olmaymiz. U ham sizni sevadi, lekin g'ururning ustunligimi, yaqinlarning xohish istaklariga qarshi bora olmaslik sabablimi, o'zini ham, sizni ham qalbingizni hijron olovida yondiradi. Visolning bulog'ini quritadi. Armonlar alami ichra ikkingiz yuraklaringizni ham g'arq qiladi. Unda nega meni sevdi? Nega meni o'ziga o'rgatdi? Yolg'on va'dalariga ishontirdi, ishonchimdan, o'zligimdan ayirdi degan savollar olamida sizni adashtirib g'oyib bo'ladi. Bu muhabbatning achchiq qismatidir, azobli armonlaridir. Vaqt hamma narsaga davo deyishadi, lekin chin muhabbat dardi bedavodir. U sizni yillar o'tsa ham ta'qib qilaveradi. Azizlarim, sevdingizmi? U inson ko'zlarida o'zingizni ko'ra oldingizmi? Bir-biringizni qo'llaringizni mahkam tuting. Yillar armoni ustingizdan kulishga yo'l qo'ymang.